bolalarimiz yaxshi, chiroyli ko'ryapsizlarmi? 3D ko'rinishini hozir biz bularni baholab beryapmiz. Qayerdan keldim dedingiz? Toshkent. Yaxshi. Bolamiz yaxshi, ko'zi, burni, og'izchalari joyida. Bu bizga nima uchun 3D chiqarishimiz ahamiyatga ega? Genetik kasalliklarni ko'rishimiz uchun mana oyijonsi ro'parada televizor ham bor. Mana burun suyaklarini ko'rdik hozirda va burnini holatini ko'ramiz. Bu genetik kasalliklar yo'qligini bildiradi. Lavlari juda chiroyli, dahanchalari bor. Yuzida joylashi to'g'ri joylashgan. Ko'z oraliqlari normada, burni, og'izlari joyida. Bu biz uchun juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bolamiz yaxshi, taziviy priklejaniyaga 30 hafta hali xudo xolasa aylanib oladilar. Mana burun suyaklarimiz yaxshi. Bularni bizga sanpiydan yuborishibdi. Burunchalari yaxshi, yuqorilab, pastkilab dahanlari joyida. Suvlarimiz toza, suv xiralashmagan, yaxshi. Dumbachasi bilan yotibdi. Xudo xolasa to'g'irlanib oladi bolamiz. Chunki suv miqdori normada. Ozgina oyijonimizga upражнениyalarni o'rgatib boramiz. Xudo xolasa to'g'irlanib ketadi. Bolajonimizni boshchasini tekshirishdan boshlaymiz.